Hiç aldanganmiz. Yani odamlarga bo'lgan. Bu hozir aytib bermoqchi bo'lganim hikoya Jaloliddin Rumiyning Masnaviysida keladi. Turkiylardan bir kishi Rum tomonga yo'lga chiqibdi. Bir karvon saroyiga to'xtab, u yerda biroz nafas rostlayman, dam olaman deb ulovni tashqariga qoldirib, o'zi ichkariga kirib, u yerdagi rumliklar bilan suhbat qilishibdi. Va aytibdiki, ey rumliklar, eshitamanki siz tomonda bir juda makkor bir yolg'onchi, ayni paytda o'zida usta bir o'g'ri bor ekan. Chevarlik bilan, tikuvchilik bilan shug'ullanar ekan. Shuni dong'ini har joydan eshityapman. Lekin aniq bilamanki, u meni aldolmaydi. Chunki men uncha-munchaga aldanadigan odam emasman. Shu paytgacha hech kim meni hali hech qachon aldagan emas. Hech bir masalada. Yutqizgan emasman, ya'ni chuv tushmaganman. Rumliklar debdiki, biroz katta gapiryapsiz hazrat. U yolg'onda, aldovda, o'g'irlikda unga yetadigani yo'q. Sezmay qolasiz. Albatta o'g'irlab qo'yadi molingizni. Bu Turkiya odam aytibdi, o'g'irlolmaydi. Xullas tortishibdi va garov bog'lashibdi. Odam garovga otini qo'yibdi. Otini qo'yibdi. Rumliklar chevarning eshigini ko'rsatib yuborishibdi. Mana shu xonadonda u yashaydi. Buyuring, marhamat. Odam juda qimmatbaho bir matoni olib borib eshigini taqillatibdi. Chevar eshikni ochishi bilan xuddi 1000 yillik qadrdonni ko'rgandek ta'zim qilib, qo'lini ko'ksiga qo'yib, salom berib, juda hurmatini joyiga qo'yibdi. Xush kelibsiz bizning yurtlarga. Qaysi shamollar uchirdi sizni? Juda ko'rganimdan xursandman. İsteysizmi men sizni bu Rum diyorining go'zal ayollari bilan tanishtiraman desa, yo'q, sen men debdi, chalg'itma debdi. Sen meni aldolmaysan debdi. Men chuv tushadiganlardan emasman. Yo, nega unday deyapsiz? Yuring, men sizni bu Rumda bo'ladigan juda zo'r jang san'atlari bor. Ular tomosha qildiraman. Yo'q, zo'r binolarimiz bor. Yo'q, kerak emas. Nima desa rad etaveribdi. Oxir aytibdi, men sen debdi, o'g'riligingni juda yaxshi bilaman debdi. Meni aldayman demagan, aldolmaysan baribir. Yaxshisi oldimda o'tir, ko'zimni uzmayman sendan. Bir lahza ham. Menga mana shu matoni tikasan, kiyim qilib, undan keyin ketaman. Sen meni baribir chuv tushira olmaysan, o'g'irla olmaysan, mendan hech narsa ola olmaysan debdi. Astag'firulloh hazratim debdi. Bunaqa gap bo'ladimi? Unaqa gap yo'q debdi. Men sizni o'g'irlamayman debdi. Men sizga yaxshi bir xizmat qilsam bo'ldi debdi. Matoni stolning ustiga tashlabdi. Odamni o'lchovlarini olibdi va suhbatga berilibdi. Bir latifalar aytibdi, boyagi odam qiqirlab kular ekan, boyagi turkiy. Shu kulganidan qahqaha otib kuldirar ekanda endi boyagi chevar turkiy odamni. Shu boshlari ko'tarilib kulganda odam ko'zi yumilib ketadi-ku. Har ko'zi yumilganda qo'lida o'tkir qaychisi bor ekan, shu matoni bir chekkasidan olib pastga tashlaverar ekanda. Bir chekkasidan olib pastga tashlaverar ekan. Keyin to'xtabdi o'g'ri. Latifa aytishdan to'xtabdi. Keyin aytibdi, "Nega to'xtading? Juda zo'r latifalar aytayotganding. Davom et latifa aytishda. Men bunaqa latifalarni eshitgan emasman." desa, boyagi o'g'ri aytgan ekan, agar yana hozir bitta latifa aytsam, siz bu o'rtaga qo'ygan matodan sizga ichki kiyim ham chiqmaydi. To'nga deb olib kelganingiz matodan ichki kiyim ham chiqmaydi. Siz meni aldolmaysan, o'g'irlolmaysan. Mening ikki ko'zim ustingda bo'ladi. Bir qarish narsa ola olmaysan mendan devdingizmi? Devdingiz. Mana men hammasini olib qo'ydim, bir qarish qoldi. Siz sezmadingiz ama degan ekan.
Bu qissadan juda ko'p hissa chiqarsa bo'ladi. Birinchisi unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa ana shu odam meni aldolmaydi deb kelgan odam bu biz hammamiz. Ya'ni o'zimizga ishonamizda. Go'yo bizni aldab bo'lmaydi. Endi u chevar bu dunyo. O'rtaga qo'yilgan mato bu bizning umrimiz. Kulgu boyagi nimalar, qahqaha otib kulganlarimiz, boyagi odamni qahqaha otib kulganlari bu ichimizdagi hoy-havaslar chalg'itib qo'yadi bizni, band qilib qo'yadi. Va u latifalar, biz o'sha kuldirib qo'ygan latifalar dunyoni shahvati. Biz bu shahvatlarni orqasidan quvib, hoy-havaslarga berilib umrimizni xarjlab qo'yganimizni, yo'qotib qo'yganimizni, sarflab qo'yganimizni har doim ham sezmaymiz. Lekin boyagi nima deydi? Biz har doim katta gapirishda davom etaveramiz. Men bunday odamman, men bunday odamman, meni aldab bo'lmaydi deb katta gapiramiz. Lekin katta gapirmasligimiz kerak. Bu eng katta xato mana shu yerda. Eskida otalarimiz gapi bor. Nonni katta tishlaginda, ammo gapni katta gapirmagin. Istaganingcha katta nonni yegin, lekin pastroq turgin. O'zingga bino qo'ymagin, chunki hali kimliging ma'lum emas. Nimalar bilan uchrashishing, yuzlashishing, qanday sinovlar bilan duch kelishing ma'lum emas. Biz boshqalarning hayotini, chizgilarini chizamiz. U unday, bu bunday, u unday, bu bunday. Biz qandaymiz? Katta gapirish o'rniga boshqalarning hayotini, chizgilarini chizish o'rniga Allohdan panoh so'rashimiz kerak. Unday chevarlar bilan ro'para bo'lishdan. Ya'ni dunyo oson aldab qo'yar ekanda. Dunyo juda ham oson aldab qo'yar ekan. Endi hikoyani bitta nuqtasiga qaytmoqchiman. Mana hozir hikoyani boshladim va aytib berdim. Bitta nuqtasi hammani esdan chiqib ketdi. Bu odam otini garovga qo'ygandi. O ot nima? Ana shu ot bizning iymonimiz. Biz dunyoda bu kurashga, dunyo bilan kurashga kirar ekanmiz, iymonimizni garovga qo'yib kiramiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yutqizib ketsak bu o'yinda, yutqizib chiqsak holimizga voyda, ya'ni. Shunaqa. Bu otni garovga qo'yadigan o'yinlarga kirmaslik kerak. Uzoqroq turish kerak. Bunday ishlardan ham, bunday odamlardan ham, bunday davralardan ham uzoqroq turish kerak.